Assalomu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Men bugun sizlarga yana bir gulni tanishtirmoqchi. Bu gulning ismi ikki xil ismi bor. Siklamanmi deydi, tavshan qulog'imi deydi. Tavshan qulog'i deb nima ishqa shundaq toshqanning qulog'i deb ataldi desanglar. Buning chunki mush o'ttirdan igiz mushning yaproqlar ochdi. Igiz bo'ldi. Taxamda birisi ochdi mening. Men birisi ochay deb atadi ko'danglar. Bu mana o'ttirdilam chiqdi. Anadan keyin buningki cho'qim yaproqqa suv tegmaslik kerak. Tunigun yomg'ir yig'ib o'lishgan. Men suv bo'lib qoldi, shuni sag'irib qoldi. Buni mishalam kesib etdim, butun ilib etmayman. Buning yaproqqa suv tegmaydi, qat'iy tegsa bo'lmaydi. 2 kunda bir qatam sulab bersanglar bo'ldi, oz-ozdan. Men buningga aspirin tökkendim. Men aspirinning erib bo'lmagan donasi turdi bu yerda. Mana aspirinni eritib tökkendim. Odatda gullarga aspirinning suyini eritib to'ksanglar bo'ldi. Andan keyin yaproqqa suv tegmaydi, normal havoda turadi. Ya'ni bek aptab kelmaydi. Sayida baqsanglar bo'ldi. Lekin bek chiroyli o'sha o'ttirdilar. Mana ko'rdinglar-ku? Men ichidan yana chiqay deyapti. Yaproq nima qilib? O'shadan gul echilmoqchi qo'ydilar. Kichik bu tarafda turadi, bu yerdan bor ekan. Mana. O'shadan o'ttirdilar, igiz gul echildi. Bunun arxidaliklari bor. Bunun ağının pembe gül açtı. Bununla yeni bir nimesi. Bununki yeni bir özelliği. Sizler bunu muşu gülün içinden çıkıp boğan dikin bir uruğu var. Şu uruğunu elebilip hemen çıkan dikin birisi bolsun mu? Uruğunu elebilip kuray dep kalgan vakitte muşunun uruğunu topuğu kümeş arkalık kaytıcın yeni muşu gülünü yetiştirip çıkalaysılar. Ondan keyin men o'tganda yumg'a sut tergandim. Menga yorumga keldi. O'zga vaqtni, chiqqan vaqtni ko'rsatsangiz deb, bugun 12 kun bo'ldi herhalde. 12 kun bo'lgan holatini ko'rsatib qo'ymoqchi sizlarga. Mana yumg'a sutning urug'ini biz so'qab tergandik. Mana 12 kunlik holati chiqibdi. Inshaalloh yana keyin amiz chiqib bo'lgandan keyin boshqa gullar bilan yana tunishtirman sizlarga. Bu yumg'a sütüm. Yeni bir narsani deb bermoqchi. Balkim sizlar bozordan ağa vaqtinglarda Chingsayning mushu kötükini kesib o'tib biring deysizlar, ko'pinchalar %90%. Amaliyotda men kötük bilan billa olaman. Nima ish qilgan vaqtda kötükini mushu yerdan kesiblam, sug'ichlab qo'ysak chiqadi. Men kesiblam, sug'ichlagandim mana 3 kunlik holatda, 3 kundan keyin mana yaqin ko'ksib qo'yay. 3 kundan keyin mushu holatda bo'ldi. Bugün nima kunga? Seshanba bo'lsa, 3 kun ekan zaten 3 kunlik holati bu. Men shanba kuni olgandim buni, shanba kuni o'sha holatda chiqdi. Bundan keyin Chingsay olsanglar, chuqur kötük bilan birga kelib, shunda uzatib ishlatsanlar bo'ldi. Ya'ni o'sha chiqqan vaqtda o'sha ishlatib, yana kötük mishat turaversa suvda bo'laverdi. Ya'ni yangidan Chingsayni karabcha o'stiralaysizlar. Kunlik mazmunim hozirlik mushu. İnşallah foydalansizlar.